Eng katta orzungizni bitta so'z bilan ayting. Mani eng katta orzularimdan biri o'quv markazi ochish. Maqsad bor. Xudo xolasa bu maqsad yo'lida men уже yo'lga chiqdim. Orqaga chekinish yo'q. Noldan ekspert darajasigacha mutaxassislarni yetishtirish, o'zimni shunchalik yig'gan bilimlarimni, tajribalarimni yosh avlodga o'rgatish o'zimdan keyin orqamdan mana shu yaxshi ustoz edi, bizga shunaqa narsalarni o'rgatib ketdilar deb, o'zimdan keyin men o'rgatgan shogirdlarim oldiga kelgan bemorlarga to'g'ri muolajalar qilib, ularning dardlariga shifo berib, shu eng katta maqsadim katta o'quv markazi ochib, o'zimning tajribalarimni o'rgatish. Yana katta orzularimdan biri, hozircha men bir 8 ta kitob tarjima qilganman. Hozir yana bitta global muammoni aytib ketaman. Bizda oxirgi 15-16 yilda men shu sohada bo'lsam, bizning sohamizda o'zbek tilida adabiyotlar juda ham kam. Kelayotgan mutaxassislar ham rus tilida tushuntiradi. Seminarlarda ko'p qizlar ruschani tushunishga qiynalishadi. Men buni o'zim ko'rib his qilganim uchun bu kitoblarni o'zbekchaga tarjima qilib, men shu bor bilimlarni o'zbek tilida kelajak avlodga o'rgatish. Hozir meni bitta yana zo'r orzularimdan bittasi o'shalishi davom etmoqda. Men hozirgacha 8 ta kitob tarjimadan chiqardim. Yana 4 ta kitobim hozir tarjimada. U kitoblarim hammasi chiqsa, katta formatda yosh avlodga massaj, reabilitatsiya, mягкая manualniy texnika, kinezoterapiya, osteopatiyani qo'limdan kelgancha to'liq o'rgatishga katta orzum bor. Xudo xolasa bu orzum amalga oshadi.